Biz bu yerni obod qildik, biz buni uddaladik. Ura! Hurmatli onajonlar, opa-singillar, shu mahallada mana shunaqa necha yildan beri axlatxona bor. Mana shu boshidan ko'ryapsizlar, shu boshiga. Bu aholi yashash punkti. Bu yerda mana bog'cha bor. Bu yerda mana stadion bor. Bu yerda jil ploshid mana odam yashaydi. Bu yerga qachonlardir archalar olingan. Archa ekilmagandan keyin shu holatga kelgan. Biz hozir maqsadimiz ertalab soat 5:56, 1 soatga chiqib qoldinglar. Chunki biz 5 da boshlashimiz kerak. Sababi hozir kun issiq, 2-3 soatda kun qizib ketguncha shuni tugatmoqchimiz. Instrumentlarimiz keldi. O'tlarni qo'ldan kelgancha o'zimiz apparatlarda o'rib beramiz. Musoravoz mashinamiz kelsa, shu musorlarni bizga ortib yuborsanglar bo'ldi. Sababi biz ertangi ma'muriyatga kamera o'rnatamiz. Musorni tashlagan odamni yuzi yoziladi, shtraf yoziladi. Mashinada kelsa, mashinasining nomeri orqali topilib shtraf yoziladi. Maqsad shu, mahallani obod qilish. Hozir faqat Xudoning o'zi biladi, va axlatlanishda hali nimalar chiqadi. Tak shu boshlaymizmi? Boshlaymiz. Qani omin. Eson-omon bugungi mana shu obodonlash ishlarimizni eson-omon nima deydi, maromiga yetkazib, sog' salomat bitirib olish nasib qilsin. Amin. Alloh akbar. Qani ketdik. Ana kechiringlar shunaqa sassiq joyga olib kelganimga. Mana kechiringlar, xo'p. Mana kechiringlar shunaqa sassiq joyga olib kelganimga. Iloji yo'q. Yo'q, malatsi. Pashshalarni qaranglar. Butun pashshalar sirtiga. Mana bu yerda bog'chadan iltimos tushyapti. Bog'chada bunaqa mashinalar yo'q ekan, shuni ham bo'lib beriladi deyishyapti. Hozir bitta nechta o'rtoq bilan kirib, bog'chani ichini ham o'rib chiqamiz. Qani ket. Bizda videoyimizning hasharimiz oxirida shunaqa gap bor. Biz bu yerni obod qildik, biz buni uddaladik. Ura! Endi esa rag'batlantirish. Bilasizlar, men sizlarni har doim hasharga chaqirsam, produktlarni jo'natishga yaqinroq kelinglar. Endi bir chekkadan ketdik. Bu safar bozorligimiz ko'p emas, qo'ldan kelgancha bozor qildik. Har bitta oilaga yozni issiq kunida 12 tadan mojito. Bitta fleyta tuxum. Bolajonlarga nima deydi? Pryanik 2 xil. Choy, shakarimiz bor. Grechkamiz bor. Tuzimiz bor, garoximiz bor, grechkamiz bor. Aksiyani xlopyamiz bor, moshimiz bor. Zugushonkamiz kichkina qoldi, pulimiz yetgancha. Asalimiz bor. Qanaqa mo'shi sredствamiz bor. Sirimiz bor, shirinligimiz bolajonlarga bor. Nonimiz bor. Haligi nima deydi? Kefirimiz, yogurtimiz bor. Saryog'imiz, yog'imiz bor. Makaronimiz bor. Ikkitadan tovuğimiz bor. Go'shtimiz 1,5 kilodan bor. Guruchimiz ham bor. Kartoshka, piyoz. Bo'ldimi? Bitta oilaga mana shu ichidan bugun qila oldik. Shuning uchun sizlarga kattakon rahmat. Mana shu ikkita sumka, bitta mango napitkamiz va bitta tuxum har bitta oilaga olaverasizlar bir chekkadan. Hurmatli do'stlar, biz bu mahallani obod qildik. Bu yerda mahallani ayblagani kelganimiz yo'q. Tashkilotlarga nima deydi, ma'muriyat ayblagani kelganimiz yo'q. Biz posta qila oladigan narsamizni qilamiz. Albatta, mas'ullardan so'rab qolamizki, bu mahallaga ham o'sha musorni tashiydigan
idishlarni olib berishsa, shunaqa sharoit qilib berishsa, o'ylaymanki, shunaqa narsa bo'lmasdi. Sizlarga rahmat kattakon. Hali hasharlarda ko'rishguncha tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar baland bo'lsin, topganinglarga Alloh baraka bersin. Undan-da ziyoda qilib bersin, Allohim o'rnini hisobidan to'ldirsin. Hammanglar bolalaringlarga bosh bo'lib, shunaqa muruvvatli ishlaringlar hamisha bo'laversin. Amin. Mana hurmatli do'stlar, ertalabki hasharimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Obodonlashtirishda ishlagan, ishlaydigan onaxonlarimizga chuqur ta'zim, ularga atagan o'zimizni ehsonlarimizni, produktlarimizni berdik. Bunaqa yaxshi ishlarimizda, bunaqa savob ishlarimiz ham ibrat, ham vatanimizni ozoda saqlash ishlarimizda va mehnat qilib oilasini boqaman degan onaxonlarimizni rag'batlantirishga birlashmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'z hissalaringizni qo'shishinglar mumkin. Hissa qo'shmasanglar ham biz bu ishlarimizni to'xtatib qo'ygan joyimiz yo'q. Hamisha davom etamiz. Mahsullardan so'rab qolamiz. Mana shu joylarga iloji boricha o'sha kameralarni o'rnatib, mana toza hududga aylantirib, mana bu yerga o'sha musor oladigan konteynerlarni joylashtirishni so'rab qolganmiz. Biz bilan birga bo'ling, yaxshiliklarimizga sherik bo'ling, hasharlarimizda ishtirok eting. Kim masofadan, kim esa yondan, kim dili bilan, kim tili bilan, kim duolari bilan biz bilan birga bo'lsa, hammamizdan aytgan oz bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.